Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, xayrli kun. Esingizda bo'lsa, shu archani o'tgan yili kesuvdik. Qaranglar, qanaqa ahvoldan qanaqa ahvolga kelganini. Mashalloh, qaranglar, zichlashi juda zo'r o'sdi. Bir marta dori berildi, sepildi, bo'ldi. Boshqa hech bola berilmadi, boru. Tagiga dori ham berilmadi, hech bola berilmadi, faqat suv berildi. Olib ketasiz. Keyin qaranglar, mana nima bo'lganini. Shu zo'r, shu cho'tki o'sgan boru. Ahvolni qaranglar, mana archalar o'pshim yo'q edi hozir. Hozir kadr qo'yaman, ko'rasizlar. Hozir kadr davomida ko'rasizlar. Ahvoli chiqib qo'ydi archalarni qaranglar, mashalloh. Juda zo'r o'sdi, Alloh qudrati bilan qaranglar. Tiniq bo'lib qoldi archalar. Qaranglar ichlari. 1 yilda 25-30 sm o'sib ketgan. Tomir kuchli, chunki ekilgandan beri bu archalar kesilmagan. O'sha hisobiga tomir kuchli, kesilganda kurtiyalari, uxlab yotgan kurtiyalari, pochkalari hamma